Rivoyat qilinishicha, bir kuni Ayxon ismli bir onaning ko'z yorib, bir o'g'il tug'ibdi. Bu o'g'ilning lavlari qip-qizil, ko'zlari hol, chosh va qoshlari qop-qora ekan. U onasining o'g'iz sutini birla qatim emib, qayta emgili unamabdi. O'g'iz sutini birla qatim emib, qayta emgili unamagan bu bovaqqa O'g'iz deb ism qo'yilibdi. O'g'iz 40 kunlik bo'lganda tili chiqib, beli bo'rining belidek, ko'krigi eyiqning ko'krigidek, putlari buqi putidek bo'pti. Otlarga minib, o'vlashqa boshlabdi. O'rmonliqda qiat deb atiladigan bir vahshiy hayvon bo'lib, xalqning mol chorvalarini yeb, ofat keltiradi ekan. O'g'iz o'qya nayzalarini elib chiqib, qiat bilan elishib, uni o'ltiribdi. Bir kuni O'g'iz ko'k tangriga sig'inib, xiyol bilan o'ltirsa, osmondan yo'riq bir ko'k nur tushibdi. Nurning ichida oy va kunni xijil qilgudek bir sahib jamol qiz o'ltirgan ekan. O'g'iz uningga oshiq bo'pti va amriga opdi. Bir kuni O'g'iz yana ovga chiqibdi. Bir ko'lning o'tirsidagi daraxtning kavigida ko'zlari ko'k osmondek, choshlari iqin suvdek, tishlari o'nchidek bir sahib jamolni ko'rib, ko'yib qopdi va uni amriga opdi. O'g'izning dastlabki ayoli 3 o'g'il tug'ibdi. Ularga kun, oy, yulduz deb ism qo'yibdi. Keyingi ayolimi 3 o'g'il tuqqan ekan, ularga ko'k, ya'ni osmon, tog' va dengiz deb ism qo'yibdi. O'g'iz el jamoatni yig'ib 40 kun to'y o'tkazib beribdi. To'y oxirida shundoq jakarlabdi. Men sizlarga bo'ldim xoqon, elinglar yo bilan qalqon, Tömür nayzalar bo'lsin o'rmon, ko'k bo'ra bo'lsin ham o'ran, quyosh tug' bo'lsin, osmon qo'rg'on. O'g'izxon Xoqon bo'lgandan keyin atrofdagi ellarga maktub va elchilarni avatibdi. Maktubga shundoq deb yozibdi: Men Uyg'urlarning Xoqoni O'g'izxon bo'laman. Men butkul jahonga Xoqon bo'lishim kerak. Kimiki menga bo'ysunsa, do'st bo'laman. Bo'ysunmasa, yo'qdiman. Mashriq tarafdagi Oltin Xoqon O'g'izxonning maktubini topshirib olib, nurg'un so'g'i salomlarni avatib, O'g'iz Xoqonga bo'ysunadiganligini bildiribdi. O'g'iz Xoqon uning bilan do'stlik o'rnatibdi. Mag'rib tarafda Urum Xoqon deb ataladigan bir xoqon bo'lib, uning shaharlari ko'p, lashkarlari haddi hisobsiz ekan. Shunga u o'ziga tamanno qo'yib, O'g'iz Xoqonning maktubini yirtib tashlabdi. G'azablangan O'g'iz Xoqon jang kiyimi kiyib, chipar etiga minib, tug' alamlarini ko'tarib, lashkarlarini boshlab, Urum Xoqonga jazo yurish qilish qatlanibdi. 40 kun bo'lganda O'g'iz Xoqonning lashkarlari bir mustaqqa yetib kelibdi. Tog' bag'riga chedir tikib, kechini o'tkazibdi. Tong yo'rg'anda O'g'iz Xoqonning chediriga kundek bir yo'riqlik tushibdi. Yo'riqlik ichidan ko'k yolliq bir erkak bo'ri chiqib, O'g'iz Xoqonga "Men sana yo'l boshlayman" debdi. O'g'iz Xoqon chedirlarni yig'ishtirib, yo'lga chiqibdi. Ko'k yolliq erkak bo'ri lashkarlarning oldida yo'l boshlab minibdi.
Көк яллық бөрә Edil daryosi bo'yiga borganda to'xtabdi. Daryo bo'yidagi tog' bag'rida ikki qo'shin uchrashib, qattiq jang qildi. Natijada Urum Xoqon mag'lub bo'lib, O'g'izxon g'alaba qildi. Mag'lub bo'lib qochgan Urum Xoqon qerindishi Urusbagning qal'asiga beribdi. Urusbag ahvolni uqib, o'g'liga shahar va qal'ani jon tikib qo'g'dashni buyuribdi. Urusbagning o'g'li nurg'un oltin kumush so'g'i salomlarni elib O'g'iz Xoqonning oldiga keldi. Hamda "Atam meni bu shaharni saqlashga qo'ygan, lekin men bu shaharni sana tutdim" debdi. O'g'iz Xoqon uningga do'stlik ko'rsatibdi. O'g'iz Xoqonning lashkarlari Edil daryosidan o'tolmay turib qolgan ekan. Bir aqlliq mo'ysbit kishi o'rmonlardan yog'och kesib kelib, sal yasabdi. Lashkarlar salga chiqib, daryodan o'ngishliq o'tibdi. O'g'iz Xoqon xo'shal bo'lib, uningga "Sen mushiyaning begi bo'lgin, isming Qipchoq bo'lsin" debdi. Ko'k bo'ra yana yo'l boshlabdi. O'g'iz Xoqon bo'riga agishib bir qorliq toqqa kelganda, omroq eti tog' ichiga kirib ketibdi. Lashkarlar ichidagi botur bir oyg'ir otni tutib chiqibdi. O'g'iz Xoqon uningga "Sen baglarning begi bo'lgin, isming qorliq bo'lsin" debdi. O'g'iz Xoqon safarni davomlashtirib, yo'lda egiz bir uyni ko'ribdi. Uyning to'nligi kumushdan, tomlari oltindan, ishiki to'mirdan ekan. O'g'iz Xoqon lashkarlar ichidagi chevar bir ustani chaqirib, "Sen bu yerda qilib, ishikni och, isming Qalash bo'lsin" debdi. Jurjitlar bilan bo'lgan jangda O'g'iz Xoqon haddi hisobsiz o'lja opdi. O'ljalarni akitalmay turganda lashkarlar orasidagi bir chevar kishi egiz chaqliq harva yasabdi. O'g'iz Xoqon uningga Qong'uluq deb nom beribdi. O'g'iz Xoqon ko'k bo'ri boshlagan yo'llar bilan mengib, Sindu, Tangut, Shag'am, ya'ni Sham, Barqan, ya'ni Barqay degan allagacha beribdi va hammasini urush bilan bo'y sundiribdi. O'g'iz Xoqonning yanida Ulug' Turk ismli aqlliq, ishonchli bir vaziri bor ekan. Kunlarning birida u O'g'iz Xoqonga "Ey Xoqonim, ko'k tangri tushimda bishorat berdi. Ishg'ol qilgan yerlaringni urug'laringga bo'lib ber" debdi. O'g'iz Xoqon vazirga "Etqining kelsin" debdi. Ham o'g'illarini chaqirib, kun, oy, yulduzlarni tong atar tarafga, ko'k, tog', dengizlarni kun patar tarafga berishga buyuribdi. Tong atar tarafga borganlar bir oltin yo, ya'ni kirich. Kun patar tarafga borganlar 3 kumush o'q tepib qaytib kelibdi. O'g'iz Xoqon qurultay echib, 40 g'ulash xodining uchiga bir oltin xo'razni, ostiga bir oq qo'yni bog'latibdi. Ondan o'g'illariga "Ey o'g'illarim, o'q qancha o'tkir bo'lsa-mo, uni yo boshquradi. Sizlar yog'i bo'ysuninglar. Men Tangri oldidagi mas'uliyatimni ado qilib bo'ldim. Endi el yurt sizlarga qoldi" debdi.